Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun siz bilan o'tgan suhbatimizda boshlagan mavzumizni davom ettiramiz. Turkiy dunyoning madaniy birlashuvi haqida gaplashamiz. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron va filologiya fanlari doktori professor Jabbor Eshonqul bilan Turkiy dunyoni endi nima birlashtiradi, birlashish zaruratlari nimada degan masalalarda gaplashgan edik va tarixiy ildizlarimizni yana bir bor ko'rsatishga harakat qilgan edik. Bugun shu mavzuning davomi sifatida Turkiy dunyoning madaniy birlashuvi kino san'ati misolida kino san'ati, kino sinoati, kino siyosati haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshim Iqbol Qo'shchayeva, jurnalist, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Mahalla telekanali kino va dublyaj bo'limi boshlig'i. Iqbol opa, xush kelibsiz. Taklif qilganingiz uchun rahmat Shahnozaxon. Sizga rahmat, taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun. Mahalla telekanali bilan bevosita bog'liq holatda kinolarni saralash, tomoshabinga taqdim qilish, tomoshabinning munosabatini o'rganish, talabni o'rganish jarayonlarining ichidasiz. Biz hozir tinimsiz Turkiy dunyo birlashuviga qarab intilyapmiz, chunki bu barchamizga kerak. Qozoqlarga ham, qirg'izlarga ham, turkmanlarga ham, tojiklarga ham hammamizga kerak. Afg'onlarni ham tortib olishga harakat qilyapmiz. Va bir butun bo'lib birlashgan, madaniy birlashish yo'lini tutdik. Va buni davlat rahbarlari ham ma'qullayapti. Siz bilasiz, bu xalqlarni birlashtirishda san'atning o'rni nihoyatda katta. Turkiy xalqlarni oralab, masalan, baxshilar, jirovlar doston aytib bir-biriga ularni aka-uka qilgan bo'lsa, hozir endi zamonaviy dunyoda san'at bu ishni amalga oshiryapti. Shu ma'noda so'ramoqchiman. Umuman o'zi Turkiy dunyo kino san'atida qadriyatlar bormi? Saqlanganmi? Qozoq uchun qadriyat sanalgan narsa qirg'iz uchun ham, biz uchun ham qadriyat sifatida qabul qilinadimi? Kino nuqtai nazaridan qanaqa qadriyatlar o'zi o'rtada bo'lishi kerak edi? Mana jarayonlarni ko'ryapsiz. Biz qozoq kinosini ko'ramizmi, qirg'iz kinosini ko'ramizmi? Deyarli bizda mavzu jihatdan yaqin, bir-birimizga nihoyatda yaqinmiz. Qozoqlarda hozirgi maishiy masalalar bizda ham bor. Qozoq oilalarni uylantirayotgan, tashvishga solayotgan masalalar bizda ham bor. Masalan, oddiy qirg'iz filmi Jannat onalar oyog'i ostida filmini xalqimiz juda ham yaxshi qabul qildi. Bu shu film nimasi bilan Qozon misol uchun syujet original emas. Film juda bunaqangi yuksak saviyadagi badiiy qiymat u qadar baland emas. Lekin qirg'iz bilan o'zbekning orzu istaklari bir. O'zbekning misol uchun maishiy qadlam ko'p aholisini orzu istaklari bir. Shuning uchun ham bu film bizni auditoriyamiz juda ham qabul qildi, yaxshi qabul qildi. Endi demak, ota-onaga bo'lgan ota-onaga qadriyat sifatida qarash bor ekan. Ota-onaga qadriyat sifatida qarash, keyin hozir misol uchun ancha 70 yil davomida biz din jihatdan ancha bo'shliqlar bo'ldi-ku. Shundan keyin baribir o'rtada keyingi davrda ham senzuralar, bu diniy taqiqlar, bir nimalardir bo'ldi. Va oxirgi yillarda bu masalada kengroq qaralyapti. Bag'ri kenglik bilan qaralyapti e'tiqod masalasida. Shuning uchun ham xalq bu mavzuga juda ham tashna. Xalq bu mavzuga juda ham tashna. Din masalasi, ota-onaga munosabat masalasi bor bu yerda. Shu mavzular o'zbekni o'sha bugungi o'sha pulsiga tusha oldi. Sizga aytmoqchi bo'lganim mana Iqbol opa qiyoslashingiz uchun masalan Amerika kino sanoati, Yevropa kino sanoati, bu yoqda Xitoy, bu yoqda Hindiston kino sanoati kinolarni ko'ramiz-ku. Masalan, ularda qadriyat sifatida qaralgan narsalar bilan bizda turkiy xalqlarda qadriyat sifatida qaralgan narsalar o'rtasida ancha-muncha farq bor-da. Sal kengroq miqyosda qarasak bu narsa yana ham aniqroq namoyon bo'ladi. Albatta, endi hozir misol uchun g'arb kinosida demokratiya, inson birinchi o'rinda turishi kerak, inson huquqlari birinchi o'rinda turishi kerak. Lekin unutmang, baribir doimo Amerika kinosimi, g'arb kinosimi, qaysi davr bo'lsa ham oila degan qadriyat doim turgan.
Amerika kinosida ham turgan, shu Oskar olgan filmlarda ham boshqa hattoki biz uchun nihoyatda taqiqlangan filmlarda ham biz tilga olgimiz kelmaydigan filmlar Oskarlarni oldi. O'shalarda ham o'sha odamlarni ulug'lab, sharaflab emas, qarasangiz, to'g'ri hamdardlik uyg'otadi, achinish hissini uyg'otadi va ularning baxtsizligini ko'rsatadi lekin. Shunday baxtsizligini ko'rsatish orqali ularni qahramonga aylantiradi. Lekin baribir ularni ko'rib insonda bilmadim endi qanday tafakkur, to'g'ri bular ham odam, bular ham yashashga haqqi bor deysiz, lekin bularga qarab meni nazarimda hatto Yevropalik bolam shunaqa bo'lsa edi, bolam shunaqa yashasa edi degan orzu hech kimning uy xayolidan o'tmaydi. Tushuntirib bera oldimmi? Shu. Qarang, mana bizda masalan Hind, Koreya, Yevropa, Amerika kinolari haqida tasavvur bor, lekin qozoq kinolari, qirg'iz kinolari, tojik kinolari, turkman kinolari haqida bizda hatto o'shalardagiga nisbatan ham aniq tasavvur yo'q. Nega masalan biz o'zbek kinolarini Tojikiston kanallari uchun eksport qilmaymiz yoki Tojikiston o'zining filmlarini Qirg'iziston uchun yoki O'zbekiston uchun eksport qilmaydi? Yo buni qandaydir moliyaviy tomonlarini yoki boshqa tomonlarini ko'rish kerakdir. Bilasizmi, bir vaqtlar, misol uchun bizda xususiy kino rivojlangan vaqtlari qozoqlar juda ham shu Ulug'bek Qodirovlar muxlisi bo'lgan, ashaddiy muxlisi bo'lgan. O'zbek kinosiga juda ham talab oshgan ko'rish. Lekin endi aytyapman, masalan deylik, men o'ylamayman, to'g'ri katta gapirmasman, lekin ham bir ikkita Daler Nazarovlar o'ynagan, bir ikkita filmlarni ham ko'rdim, nima qildimmi? Tojikiston filmlari o'zining filmlarining darajasida emas. Juda bo'lsa, sani nusxang, egizaklaring u filmlar. Chunki biz nima uchun ular u Tojikiston yoki Turkmaniston kinosiga ehtiyoj sezmasligimiz sababi ularda o'zimiz nari borsa o'zimiz darajamizda o'zimizdan quyuqroq narsani topamiz. Ular ham bizga shunday qararmikan? Yangi narsa topa olmaymiz. Har holda Turkman kinosi bizga unaqa past bahoda qaramasa kerak degan umiddaman. Unaqa, lekin bir vaqtlar o'sha Markaziy Osiyoda bundan 10 yillar oldin o'zbek kinosi, o'zbek aktyorlariga juda ham ular muxlis bo'lgan. Shu tomonlar bor. Turkmanlarda ham Sovet davrida yaralgan Kelin, u degan filmlar, bir ikkita filmlar bor. Hatto misol Turkmaniston Sovet davrida yaratilgan filmlar bilan o'zimizning o'zbek Sovet kinolari solishtirsangiz, baribir bizniki baland turadi. Hozir ham shundaymi? Hozir ham. Va undan tashqari, Shahnozaxon, Turkman kino aktyorlari, Turkman kino rejissyorlari O'zbekistonda o'qib ketgan, O'zbekiston oliygohini tugatgan, teatr va kino rassomchilik shirkati. Asosan Turkman, Tojikistonliklar kelib bizda o'qib ketishgan. O'sha Sayram Sayvala deymiz, mashhur. Bizning talabalarimiz bo'lgan ular. Demak, turkiy dunyoda kino san'atini oldinga boshlab borish imkoniyati O'zbekistonda ko'proq ekanda. Bor. Albatta, hozir endi xolisona aytsak, Turkiy dunyoda shu 3-o'rinlarda bizda. Kimdan keyin? Albatta, birinchi o'rinda liderlik Turkiyada. Hozir endi Ozarbayjon Turkiya bilan hamkorlikda, o'sha Qorabog' masalalarida o'z propaganda, tarix shunaqa filmlar qilyapti, lekin bir narsani aytish kerak, to'g'ri Qaynana degan, Arshinvalalan degan filmlari biz juda ham ijobiy qabul qilgan, biz muxlisimiz. Lekin shu Sovet davrida ham Ozarbayjon doimo kinodan ko'ra musiqasi bilan baland turgan. Ular o'ziga xosligi, ularning hissiy qudrati, Ozarbayjoncha bir qalb navolar kinodan ko'ra musiqa baland turadi. Misol uchun Ozarbayjon Kavkazda, misol uchun Gruziyadan keyingi o'rinda turadi kinoda, turkiy dunyoda ham Turkiyadan aniq keyin turadi. Markaziy Osiyoda Toshkent bir kino markazi, bir madaniyat, o'sha Chingiz Aytmatov bekorga shunchaki lof qilmagan. Vizantiya Yevropa uchun qanaqa madaniyat o'chog'i bo'lsa, Toshkent nima uchun, biz uchun shunaqa degan. Bu gap qozoqlarga, boshqalarga yoqmagan, aynan shu taraf. Lekin chindan shunaqa bo'lgan. O'sha xalqaro kino festivallari ham aynan Toshkentda o'tgan. Toshkent oldingi o'rinlarda turgan, Markaziy Osiyo bo'yicha. San'at siyosatning eng ma'sum yetim singilchasi. Lekin mana san'at qirollerdagi Kordeliya. Siyosat qirollar desak, san'at bu Kordeliya. Hozir mana suhbat jarayonida shunaqa fikr aytildi. Biz Sovet ittifoqi parchalanib ketish asnosida hammamiz o'z uyimizga ketdik va chegaralarimizni yopdik. Siyosiy chegaralarimizni yopdik. Bu o'z-o'zidan san'atga ta'sir qildi degan gap aytilyapti. Bir-biridan hatto bezib ketdi deb aytish mumkinmikan buni qanchalik?
bir-birimizdan uzoqlashib ketdik va turkiylar bir-birini san'atiga bepisandlik bilan qaraydigan bo'lib qoldi. U ham o'zimning darajamda o'qiyotgan ko'ylak meni ham egnimga mos degan, uni fikri menga ham mos, undan oladigan hech narsam yo'q degan bir bepisandlik bilan qarashga o'xshagan bir siyosiy holat yuzaga keldimikin. Lekin hozir vaziyat boshqa deb o'ylayman va shuning uchun ham shu suhbatni olib boryapmiz. Turkiylar bir-birini qo'llash kerak va sof san'at nuqtai nazaridan ham, kino san'at nuqtai nazaridan ham bir-birini ko'tarish kerak deb o'ylayman. Albatta bir-biriga mana o'sha boya gaplaringizga yana qo'shimcha tarzida, misol uchun bilasiz, qo'shni Respublika Turkmaniston balet yopilgan. Bu yerdagi siyosiy tizim, ahvoli qay darajada lekin bilasiz. Lekin qanaqa qilib siz u yerdan katta san'at, bitta yaxshi film, bir narsa kuta olasiz. Shuning uchun bizga bu 2 kere 2 4 deb. Siz yopilish deyapsiz hozir, men fikringizga qarama-qarshi fikr. Masalan, Eron nihoyatda yopiq mamlakat. Lekin kinolari shu darajada oddiy kadrlarda olingan, lekin shu darajada muhtasham olingan o kinolar yopiq mamlakatda ham mana san'at, fikr gurullab yonyapti. Eron Fransiyadan ko'p narsa oldi. Eron kino rejissyorlari ko'p narsani Yevropadan o'rgandi. Va bu bir. Ikkinchidan baribir o'sha tarixiy genlar degan narsa bor, qadriyatlar. Eron ko'p asrlik madaniy merosga, madaniy xazinaga ega. Biz ega emasmizmi shu madaniy merosga? Endi Turkmaniston bilan solishtirmang. Eronning o'ziga yarasha egosi, o'ziga yarasha ambitsiyasi doim bo'lgan. Turon bilan raqobatda doim bo'lgan. O'sha ego, o'sha ambitsiya, istaysizmi yo'qmi, har bitta millat bolalarini ichiga yuqadi. Va shuning uchun ham ular shu ochiqlik davrida ham, dunyoviy davlat davrida ham kino san'atlar shu qarang, mana yopildi Erona. Revolyutsiyadan keyin qancha san'atkor chetga chiqib ketdi. Lekin siz turkmanlardan ayta olasizmi? Qaysi san'atkorlar chetga chiqib ketdi? Qaysi ijodkorlar chetga chiqib gullab, bir nimalar gugush bo'la oldi, yoki Rastami bo'la oldi? Nimaga chiqib ketmadi? Bu narsa o'sha millatlarning shu tarixiy ildizlariga ham borib taqaladi. O'zini qanchalik saqlay olgan. O'zini saqlay olgan. Millat sifatida qiyofasini saqlay olgan. Millat sifat ularni Eron jamiyatini deylik, o'sha rejissyorlarini men o'sha yopiq tuzumni qabul qilsa ham o'zini hukumatiga o'zini ichki aytar gaplari bor. Aniq munosabatda aniq bor. Bu bir. Ikkinchidan Eronni senzurasi aniq senzura. Nimalar qilmasligi aniq. Ular o'shandan kelib chiqib filmlar ishlar. Bizda esa kechirasiz, Markaziy Osiyoda senzuralar o'zgarib turadi-ku. Taqiqlar o'zgarib turadi-ku. Hali buni taqiq desang, ikkinchisi qo'shiladi va san taqiq degan narsa ochilib ketadi, boshqa bir taqiq qo'shiladi. Qaysi bir taqiq edi, qaysi bir nima? Eronniki o'sha 20, 30, 40 yildan bitta nimadek kelyapti va kinochilari, ijodkorlar biladi nima qilish mumkin, nima qilmaslik mumkinligini. Chegaralar aniq, mujmal emas. Tushuntirib shu chegaralar ichida ham ular albatta mana sabablari mana shunda. Iqbol opa, dunyo miqyosidagi baland kino darajasiga ko'tarila olishimiz uchun o'z kinomiz bilan masalan dunyodagi jarayonlarga qandaydir ta'sir ko'rsata olish uchun hech bo'lmasa biz hali tirikmiz, aytadigan gapimiz bor deydigan darajaga yetish uchun yana necha yil kerak bo'ladi deb o'ylaysiz o'zbek kinosiga? Endi bilasizmi, baxtimizmi, baxtsizligimizni bilmayman, lekin hozir internet juda ham rivojlanib ketdi. Va tomoshabinlarda ko'rish imkoniyatlari keng, filmlar tanlash, filmlar ko'rish juda ham imkoniyat keng. Misol uchun men internet rivojlanmaganda 50-60 yil borov Shahnoza derdim. Hozir nazarimda 6-7 yil kifoya qiladi o'ylayman. Jahon kinosi to'g'ridan-to'g'ri Oskar olish emas, lekin o'sha Oskar bilan o'lchamang. Oskarmi kammi emas, balkim 5-6 yil ichida darrov kan mukofotini olmas nima qilmas, lekin shu 5-6 yil ichida umid qilamanki, stereotiplar bor. Har bitta gap hukumatda emas, gap siyosatchilarda emas. Avlodlar almashuvi bilan bog'liqmi? Avlodlar almashuvi va mana bunaqangi podkastlarning ko'pligi, fikrlar maydonlarining ochiqligi va internetda tanlovlarning ko'pligi odamlarda o'sha ma'lum stereotiplar buzish kerak.
Oddiy misol, biz buni faqatgina hukumatdan, bugungi kinoni rivojlanmasligini taqiqlar deb, bu hukumat aloqasi yo'q bunda. Ko'p shaxslar o'zi bilan bor. Har bitta odamning ichida bir senzor bor. Oddiy misol, Rahmatli Bahodir Yo'ldoshev bitta gaplari bor edi. Bu gapni izohlab beraman. Sen qaysidir yozuvchini asarini sahnaga qo'ymoqchi bo'lsang, so'rachi qo'shnisining navarasi ham o'lib ketganmikan, keyin qo'yay derdi. Hatto qo'shnisi ham ega chiqib kelib, "Men qo'shnimning asarini buzyapsan, meni qo'shnim asar." Lekin siz tasavvur qiling, hozir deylik tarixiy biografik film ishlamoqchimiz, hukumat shunga aytyapti, ishlanglar deyapti. Bu juda ezgu g'oya. Lekin bu filmni ishlandi, tasavvur qiling, lekin bu film Abdulla Oripovlar qanaqa ishlandi? Endi misol uchun sizga bitta gap voqea bu. Endi Abdulla Oripov filmi deb boshladingiz, shunga aytaman. Shu filmni agar ikki xil variantda aytaman. Bitta aytam ochiqroq, yo bu o'tmaydi siz, ikkinchisini yopiq qo'ying. Ochiqdan aytavering. Abdulla Oripov filmini matbuot anjumanida o'sha film ijodkorlari maqtanib aytishyapti-da. Shunday bo'ldiki, film kelinoyimizni o'zlari doim oldimizda turdilar. Har bir film, har bir syomkaga qatnashdilar. O'zlari syomka maydonchasini kuzatib, nazorat qilib bordilar. Asosiy masala kenayi dedi. Yo'q, gap unda emas. Gapni eng yomon. Shuni deyishi bilanoq meni ichimda o'tdi. Hali filmni ko'rmadim. Obbo, film o'libdi dedim. Yo'q, kelinoyini qoralamoqchi emasman. Kelinoy baraka topsinlar. U kishining xizmatlari, u kishi ham azbora yaxshi ish qilyapti, yaxshi film. Lekin bu kelinoy degan yana bitta senzura degani. Tushuntirib beroldim. Bu gap bu Abdulla Oripov oilasiga taalluqli emas. Bunaqa bo'lganlar. Yo'q, Abdulla Oripov oilasiga emas. Hamma film. Men dadam bunaqa emas edi, meni otam bunaqa emas edi, unaqa olmang, bunaqa. Bu syomka maydonchasidagi erkin muhitga ta'sir qiladi. Tushuntirib beroldimmi? Yoki aytishdiki, qizlarni o'zlari, shaxsan qizlari hamma shu Abdulla Oripov filmidagi she'rlarni hammasini qizlari tanlab berishdi dedi. Tasavvur qilyapsizmi? Qanaqangi chig'iriqlardan film ishlanyapti, siz yana shedevr talab qilasiz. Bu ikki. Yana bitta adolatdan bitta Abdulla kelgan haqida. Misol uchun deylik, Abdulla Qodiriy haqida film ishlanish kerak. Bilasiz, Abdulla Qodiriyning hayotida qanaqangi zo'r motiv bor. Ta'sirli tatar ayol bilan bog'liq. Juda dramatik, tragichniy. O'sha sahnada Gollivud bo'lganda o'sha motivdan shunaqa foydalan. Turklar olganda o'sha motivdan foydalan. Siz foydalan. kirita olmadingiz uni. Ruslar olganda o'sha motivdan. O'zbek olganda Qodiriyning butun avlodlari qarshi turadi. Xo'p, Abdulla Qodiriy haqida filmni o'sha motivdan foydalanaman desang, Abdulla Qodiriy dramatik, ta'sirli, misol uchun tomoshabinni ham yig'latadi, sevdiradi. Qodiriyni boshqacha faqatgina jabr chekkan Qodiriy emas, inson sifatida ko'rsatadigan motivlar. Qodiriyni avlod qarshi chiqadi. Xo'p, Qodiriy haqida boshqa bir Qodiriyni dushmanlari, Qodiriyni bu ajal suqmog'iga, ajal jariga olib kelgan odamlar haqida yoritaman desang, ularning avlodlari qarshi turadi. Tasavvur qilasizmi? Hammasining avlodlari mana ibratchi, behbudiychi. Mana hammasida baribir senzuralar bor. Keyin oddiy yana bitta uchinchisini aytaman. Siz faqat qarindoshlarga bog'lab qo'ymang. U yerda baribir rejissor qanaqa ishlagani, ssenariy qanaqa bo'lgani. Endi aytayapman, hamma qarindoshlar ham eng katta filmlar muvaffaqiyatli chiqishi eng katta, men bemalol aytaman, eng katta dushmanlarning qarindoshlari. Bu o'zimizdagi stereotiplar ham bor. O'zimizdagi stereotiplar. Yana undan tashqari Usmon Nosir filmi haqida badiiy kengashda bir aktyor aytayaptilarki, taniqli, hozir hamma kengashlarda maslahatgo'y oqsoqol, yana Milliy kengash a'zosi aytayaptilarki, Usmon Nosirni yana sizlar Stalinga xat yozgan, bechora qilmanglar. Usmon Nosir kurashgan, adolat uchun kurashgan, mardonavor tik ketgan odam qilib tasvirlanglar. Bu o'sha Alik Kashivoy, Pavel Korchaginlarning muxlisi odam. O'shalar o'qib katta bo'lgan odam. Sovet davrida kelib turibdi. Lekin mana Milliy kengashda dedim, badiiy kengashda dedim, o'sha ssenariylar haqida qarab shunaqa odamlar bor. Endi shunaqangi chig'iriqlardan o'tish kerak. Siz bunaqa chig'iriqlardan o'tib qanaqa qilib jonli odamni olasiz?
Shuning uchun faqat aytmoqchimanki, mayda savol. Faqat bu hukumat yaratgan senzura, davlat shunaqa senzura qilgan, ha deb davlatni Rejissyorning ayblash kuchi, rejissyor tasavvur qiling. Rejissyorning oldiga kuchi yetmaydigan rejissyorga beriladi shu narsa. Uni to'g'ri, bu ham to'g'ri. Lekin yana bitta tomoni bor. Ichki intellektual halol rejissyor yaxshisi men bilan ishlamay qo'ya qolish, film olmay qo'ya qolay deydi. Mana shunaqa qobiqlardan chiqa olmaymiz. Shahnoza, shunaqa qilib yaratish kerak bu odam. Shunaqa bu bilan siz uni dramasi ko'rinmaydi. Insoniy qiyofasi Insoniy qiyofasini ko'rmaysiz. U qachon mana misol uchun turklar Adnan Menderes o'sha bosh vazir haqida film oldi. Ayni muhabbat liniyasi orqali tomoshabinga ta'sir qildi. Turklar bilasizmi? Seriallarida ham tarixiy janrdagi xoh serial bo'lsin, xoh badiiy filmlar bo'lsin, tarix, siyosat albatta muhabbatdan foydalanadi. Chunki muhabbat tomoshabinga tez ta'sir qiladigan liniya. Tez yuragiga hissiy yetib boradi. Har qanday propagandani, har qanday g'oyani siz muhabbat orqali tezroq yetkazib borasiz. Masalan, shu kinoni darajasini, sifatini oshirish uchun ssenariylar tanlovi yoki qandaydir aktyorlar tanlovini ham to'g'ri yo'lga qo'yish kerakdir. Umuman o'zi bizda real bormi ssenariylar tanlovi? Yo faqat bitta gegemon ssenariy bo'ladi, ssenariyni yozadigan odam bo'ladi, faqat shu bo'ladimi yo? Qandaydir tanlov darajasida ishlanadimi? Men masalan Jaloliddin Manguberdi serialini ko'rdim. Hammasi yaxshi, lekin bosh qahramon turib qo'ysa men uni qabul qila olmadim. Ilhaq kinosini milliard pul ajratilgan, sahnada hamma narsa bor, kostyumlar, dekoratsiyalar, lekin aktyor yo'q, bitta ko'zi ishlaydigan aktyor bor, boshqa hech kim yo'q. Yo bo'lmasa Bahodir Yalangto'sh qanaqa reklama qilishdi, osmonga ko'tarishdi. Bir martagina ko'riladigan kinolar, tarixiy kinolar mana shular. Hammasi mayli endi Turkiya stilida olinyapti. Xo'p endi mayli shu tajriba ham kerak ekan. Biz endi o'rganib qolganmiz-ku, doim qaysidir davlat tajribasidan foydalanib o'zimiz tajriba qila olmaymiz chunki. Lekin shu ssenariylar tanlovi degan bir yaxshiroq ssenariyni yuzaga chiqarish degan bir mexanizmlar ishlaydimi? Siz shu jarayonning ichidasiz-ku. Birinchidan rejissyorlar ko'proq o'ziga qulay ssenarist bilan ishlaydi. Kim bilan gapim kelishsa, u bilan ishlaydi. O'ziga qulay ishlaydi. Ikkinchidan, haqiqatan bizda dramaturgiya sal qiyin masala. Dramaturgiyamizning dramalar aytdim-ku, bu yuqorida ham aytdim. Dramaturgiyani kuchaytiradigan nima voqealar, syujetlar, qahramonlarning hissiy kayfiyatlari. Endi mana shuncha senzuraning ichidan ssenariy yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yaxshi odam, to'g'ri odam, chapga o'ngga yurmagan, mana shunday yurgan, qattiq kulmagan umrida shunaqa odam qilib yozishimiz kerak. Shunaqa narsa qolib ideal bo'lgan. Qolib o'tirib qolgan miyamizda. Shunaqa qilib yozishimiz kerak. Va uchinchidan, lekin haqiqatda ham aytish kerak, 1 yildan beri o'sha tirik tarix degan loyiha ishga tushib, nima bo'lyapti? Shu sinopslar tanlovini qilib, halol endi bu yog'ini bilmayman, qanaqa bo'ladi. Shuni biling, bizga ayting, siz ichida yuribsiz-ku. Tanlovlar e'lon qildi, o'sha tanlovlar asosida sinopslarni qabul qildi. Haqiqatda bo'ldimi o'sha tanlovlar? Ssenariylar tanlovi, aktyorlar tanlovi, dekoratsiyalar bilan asosan endi dramaturgiya, asosan ssenariy pishib, badiiy kengashlardan o'tib, rejissyorskiy ssenariylar hammasi o'tgandan keyingi bosqichda aktyorlar tanlovi bo'ladi. Hozir endi asosan o'sha ssenariylar, sinopsislar tanlovi bo'lib, keyin shunaqa qilingan, o'sha Milliy kengash a'zolariga tarqatilganda erkin a'zamlar turibdi u yerda, familiyalar ko'rsatilmasdan berilgan, tarqatilgan. Xayriddin Sultonov boshchiligi bosh mas'ul, u nimaga familiyalar ko'rsatilmasdan tarqatilgan. Kim agar yozgan, kim topshirgan bo'lsa, balkim kam odam topshirgandir, buni adolatligi shubhalanib, bilmayman endi. Xullas shu boshlanyapti. Oldinda mana shu narsa deya olmayman, jo'jani kuzda sanaymiz deydi-yu. Endi bu yo'g'ida endi mayda-chuyda o'ziga yarasha muammolari bor. Ochiq aytmayapsiz menga. Yo'q, borini mana shunaqa aytdim. Bor shu o'zim bilgan tomonim. Men ichki oshxonasiga ich-ichiga kirib borganman. Menga ruxsat ham berishmaydi kirishga. O'sha ular ruxsat etgan darajada bilaman. Kirish chiptangiz yo'qmi? Yo'q. So'ramoqchi bo'lganim. Mayli, mana shu jarayonlarni, stereotiplarni, xalaqit beradigan narsalarni sal yumshatish uchun, mayli butunlay supurib tashlash juda qiyin masala. Sal yumshatib, joyidan sal siljitish uchun qandaydir qaror loyihalari ishlab chiqish kerakmi? Qandaydir
loyihalar ishlab chiqish kerakmi? Bir takliflaringiz bormi? Bir shaffof muhitga, bir san'at darajasidagi asarlar yaratilishiga yo'l ochadigan. Qachongacha o'zbek tomoshabinini bunaqa kino bilan aldash mumkin? Meni aldayapti deb o'ylayman. Ko'rgan 2 soatimga rozi emasman. Ilhaqni ko'rgan, setgan vaqtimga rozi emasman. O'zimda yo'q narsani olishim kerak. U san'at-ku, menga o'zimda yo'q, menda o'zimda topilmagan narsani u menga berish kerak-ku. Men uni ikkinchi marta ko'rganimda siz ilhaq emas, o'zida yo'q narsa, sizni fikrga uyga choladigan narsa bilan ko'rgis kelsa, berminni ko'ring, Tarkovskiyni ko'ring. Milliy kino qachon ko'tariladi? Nima 24 soat har bir kanalda mana shunaqa kino bo'lib yotgan bo'lsa. Milliy kino qachon ko'tariladi? Men ham Tarkovskiy bo'lib ketadi-ku, men qachon o'zbek bo'laman? Yo'q, baribir o'zbek. Endi buni sabablari ko'p. Takliflar bering, bir real takliflar bering. Takliflar beraymi? Biz har bir kelgan mehmondan taklif so'raymiz. Birinchi takliflar beraman, mayli. Navbatga olishmaydi, lekin baribir shidoqdan o'zimning vazifamni bajaraman. Davlatga bugun mana shu Turkiy dunyo birligi uchun ham, nima uchun ham milliy o'zliklikni anglash, milliy masalalarni anglash. Mana dunyoni ko'ryapsiz. Hatto geosiyosiy o'yinlar, geosiyosiy o'yinda qadriyatlar evrilib ketishi, nima go'zalligi, nima ezguligi, nima insoniyligi, nima qayerda umuman hamma narsa buzilib ketgan va bu jarayonda o'sha vahshiy dunyoga salgina turib berish uchun, gegemon davlatlarga salgina turib berish uchun yaxshi ma'nodagi propaganda kerak. Bu endi tiqishtirilgan, sun'iy, yasama propaganda demayman. Men ikkita yo'l tavsiya qilaman. Yaxshi ma'noda propaganda. Millatni ko'taradigan propagandaga e'tirozim yo'q mening. Gapimni eshiting. Bo'pti. Birinchisi shu propaganda kerak va ikkinchisi agar davlat haqiqatan ham kino juda katta kuch, davlatni ko'rsatadigan, davlatning intellektual, hissiy quvvatini dunyoga olib chiqadigan juda katta kuch. Birinchidan davlat o'zini milliy o'zligini himoya qilishi uchun yaxshi ma'nodagi propaganda kerak. Ikkinchidan davlat o'zini ma'naviy hislatlarini, intellektual salohiyatini dunyoga chiqaman. Men ham meni ham rejissyorlarim nomi shu Fellinilar turgan qatorda bo'lsin. Meni ham rejissyorlarim nomi Satyajit Raylar turgan qatorda bo'lsin degan yaxshi ambitsiyada bo'lsa, mualliflik kinosini rivojlantirishga yo'l qo'yish kerak. U kino ham rivojlansin. Yaxshi tarixiy filmlar aslida tegida yaxshi propaganda, targ'ibot. Ya'ni o'sha Turkiy birlik va bizni o'sha milliy o'zligimizni ko'rsatish, masalasi, etnik o'zligimizni ko'rsatish, shunaqa masalalar bor. Yana shiornomaga bor, biz hech kimdan kam emasmiz deymiz, shu narsa bor. Xo'p, bu ham kerak. Va ikkinchidan intellektual kinolarga, mualliflik filmlariga ham yaxshi qaratish kerak e'tibor. Bu masalada propaganda masalasida ham va o'sha mualliflik kinosini rivojlanish shu masalada ham men tarixi qandaydir bizga o'xshash bo'lganligi uchun Hindistonni ko'p joyda misol qilib aytaman. Hindiston ham xuddi biz kabi qudratli imperiyani 90 yil mustamlakasida bo'ldi. Ularda ham milliy o'zlik masalasi hamma savol ostida qolgandi. Lekin ular o'sha ozod bo'lishi bilanoq va shu narsani, shuni milliy o'zlik masalasini, milliy madaniy o'zlik masalasini shakllantirish zarurligini o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Biz doimchi propagandani yomon nusxalarini gapiramiz. Lekin sifatsiz nusxalari haqida gapiramiz. Lekin men sizga Oskar olmagan bo'lsam, Oskargacha bo'lgan eng yaxshi propaganda filmini aytaman. Ona Hindiston. Qanaqa zo'r film. U yerda o'sha o'zbek Hindiston mustamlakachidan chiqqan, endi shunday g'oya borki, endi Hindiston san o'nglanishing uchun, san o'zing qaddingni rostlashing uchun shu Nargis timsoli, Nargis o'ynagan ona Hindiston shunaqa o'zini beminnat fido qilgan farzandlaring kerak. O'zini pok, toza, hech qanaqa manfaatni o'ylamaydigan farzandlaring kerak degan g'oya bu Javaharlal Nehru davrida ishlandi, juda yuksak talqin qilindi. Mana propaganda yaxshi nimada olsa bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan Schindler ro'yxati ham
mazlum yahudiy g'oyasi uchun ishladi. Olib chiqib ketish. Ha, mazlum yahudiy shu natsizmdan jabr ko'rgan mazlum yahudiy, lekin o'shani ham san'at darajasida taqdim etdi. Qolgani boshqa masala. Mana sen ikkita mana shu propagandaga misolida shu yildan boshlashimiz kerak. Ishontirish. O'zi propaganda bilan kino san'atmi, siyosatmi? Va propaganda kino qanaqa bo'ladi, san'at kino qanaqa bo'ladi? Propaganda kinoning oldida maqsadida ishontirish turadi. Ishontirsan, shu haqiqatni singdir va shunga ishontir. Kino, haqiqiy san'at kinoda savol turadi. Savollar beradi va tomoshabinni o'zini o'ylatadi va unga fikrlashga imkon qoldiradi. Ya'ni haqiqiy kino san'ati, sof kino sizga bitta haqiqatni singdirmaydi, tiqishtirmaydi. Faqat mana shu haqiqat bor xolos deb. Propaganda kino esa bitta haqiqatni beradi va shu faqat shuni qabul qil deydi. Demak, haqiqiy san'at darajasidagi kino olishimizdan oldingi bosqich bizda propaganda kinolar hali bo'lishi kerak. propagandalarimizni ham biza hali unaqa muvaffaqiyatli chiqqani yo'q. Bizda hali hech narsa muvaffaqiyatli chiqqani Endi yo'q. juda ham nega qadamlar tashlanyapti. Qadamlar tashlanyapti. Endi bizani bor-ku. Buncha mehnat yo'q Endi bitta narsa, bizani endi Shahnozaxon, bilasizmi, bizani turgan joyini hisobga oling. Geosiyosiy maydondagi o'rnimizni hisobga oling. Opa, uni hisobga olsam, buni hisobga olsam, buni hisobga olsam, uni hisobga olsam. Yana bitta sizga savol, bitta Hindiston hisobga olish bilan o'tib ketadi-ku. Yana bitta gap. Hindiston misolida yana aytaman. Hindistonda o'sha parallel kino bor, sof, yana mualliflik kinosi. Hatto u mualliflik kinosida Hind jamiyatining qora tomonlarini, korrupsiyani, ijtimoiy siyosiy tomondan tahlil qilib, tanqid qilib ko'rsatish mumkin. O'sha kinoga poydevor kim qo'ygan, bilasizmi? Javharlal Nehru qo'ygan. Hukumat rag'bat ko'rsatgan. Bimal Roy, Mirnal Singh, Satyajit Raylarni moliyaviy tomoni shunaqangi fondi bo'lganki, faqat ham ortiqcha narsa o'ylam, shunaqa filmlar olaverishi uchun ularga rag'bat ko'rsatilgan. O'sha Nehruning fondidan ular doim foydalangan. Qizini davrida bu otasi poydevor qo'ydi, qizini davrida rivojlanib ketdi. Ular o'sha nima uchun bular biza mualliflik kinosi o'zini Hind jamiyatini bechora qilib ko'rsatsa ham, Hind jamiyatini qoloq qilib ko'rsatsa ham, Hind jamiyatida korrupsiyalarni ko'rsatsa ham, nega bular bu yo'nalishga katta pul ajratdi? Birinchidan Indira Gandhi shu gapni aytdiki, chunki yaxshi ham sizlar bor, sizlar orqali biz jamiyatni ko'rib turamiz dedi. Nimalar bo'layotgan, xalqning ruhiy ahvolini bilib turamiz. Ikkinchidan, buni mualliflik kinosini aynan bizning milliy xazinamiz, milliy boyligimiz deb qaragan. Uchinchidan, aynan ular shu mualliflik kinosi bilan faqatgina hindlar sevgi, oshiq-moshiq, jimi oladigan filmlar oladigan odamlar emas, boshqacha tafakkur. Hind tafakkurini, xullas Hind tafakkuri nima bilan olib chiqish mumkin? Shu mualliflik kinosi bilan dunyoga olib chiqish mumkin degan fikrga keldi. O'sha Hind jamiyatini qop-qora tomonlari ko'rsatilgan Yo'l qo'shig'i filmiga dunyoga chiqishiga Javharlal Nehruning o'zi dunyoga darchani ochib berdi. Kanga yo'l ochib tomonlardan uyalgani yo'q. Yo'q. Ular soxta imij bilan haqiqiy asl qadriyat deyapmiz. Asl qadriyat nima? Va ular uchun mana shu qop-qora turmush ichida ham tilla yalt qilib turmaydi. Tilla ko'pincha botqoqda, tilla yashiriladi. O'sha Hindning ma'naviy tutumlarini, javohirlarini, qadriyatlarini shunaqa qilib, chiroyli qilib, targ'ibotda emas, ko'rsat, san'atkorona yo'l bilan ko'rsat. Mana savollar qayerda? Bizda ham mana taklifim shuki, propaganda kino ham kerak. Propagandani ishlasak ham shu ona Hindistonlarga o'xshatib, tomoshabin bilmasin uni targ'ibotligini bilmay qolish kerak. San'at bilan siyosatni shunaqa uyg'unlashtirib yuborish kerakki, tan olaylik, Sovet kinosi ham bunga erishgan. Siyosat san'atga aylantirib yuborish kerak. Bu bir. U uchun rejissyor o'zi o'shanga ishonishi kerak. O'zida pok niyat bo'lishi kerak. Rejissyor bo'lishi kerak. Haqiqatan ham shu kerak. O'sha Turkiy dunyo birligimi deydimi? Misol uchun tasavvur qiling, bolasi ikki og'iz o'zbekcha gapira olmaydigan rejissyordan milliy o'zlik masalasida film kutasizmi siz? U masxara qilib kuladi o'zlik tushunchasini. Bu va o'sha dard rejissyorning o'zida bo'lishi shart.
eng qo'rqadigan xavotirim keyingi avlod borku, mana 20 yoshdagilar, bular qaysi buloqdan suv ichyapti? Vigikdan suv ichyapti ular. Biz maqtanamiz. Vigik ochilgan vaqtlar shunaqa deyishardi. Dunyoda yo'q bunaqasi, faqat O'zbekistonda bu Vigikning yagona filiali, Toshkentdagi filial deyishadi. Lekin dunyo ahmoq emas. Bunaqa imperialistik tafakkurdagi mamlakatni bu kino, bu mafkura deb turibmiz, kino bu propaganda deb turibmiz. Yana kelib o'zini nusxasini, filialini ochib qo'yadigan darajada dunyo tentak emas. Qozoq ham tentak emas, turkman ham borinki tentak emas. Lekin biz shunaqa qilib shundan faxrlandik. Shundan faxrlandik. Mana onam rusga tegdi maza deganda, kechirasiz-ku? Shunaqa darajada faxrlandik. Esa men bu bolalardan ko'proq xavotirdaman. Sergey Bezrukovlarga mahliyo bo'lib termulib turgan bolalardan xavotirdaman. O'sha Moskvanidagi Vigikni rektorini qo'lini tashakkurnoma olganidan hayajonlangan bolalardan xavotirdaman. Ana ularda turkiy birlik, milliy o'zlik masalasini ulardan kutmaysiz. Ulardan kutmang. Juda og'ir narsa. Bu avlod nima bo'ladi? Juda og'ir narsa. Siz meni hozir umidlarimni ham olib qo'yapsiz. Hozir o'sha hali xavotirim shundaki, Shokirlar 50 yoshga kirganda ham bizning yosh iste'dodli rejissyorimiz deb yurishimiz hech gap emas. Orqasidan yoshlar chiqmagan, lekin ular mangudan qo'rab qolib ketgan. Yoshlar bular uzr meni kechirsin, ularning antenasi, ularning nimasi o'sha Tengiz Aytmatov tili bilan aytganda zamonaviy manqur. Ularga Buxoro arkiga borishdan ko'ra, Samarqand, Registonidan ko'ra yoki Ulug'bekning bor rasadxonasi izlashdan ko'ra ular Kremlga borish shavqli. Qizil maydonda sayr qilishni. Mana shuning uchun bu masala hali ham kechmas hal qilsa bo'ladi. Mana sizga taklif yana qanday ishlaydi? Shuncha taklifim birontasi ham quloqlariga kirsa yaxshi bo'lardi-ku. Quloqlariga kiradi, faqat bildirishmaydi-da. Biz yaqinda Farhod Abdullayev bilan suhbat qildik. Yana suhbat o'ziga yarasha suhbat bo'ldi, lekin bitta narsani jon kuydirib aytdi. Har yili necha mingtalab bola bitirib keladi san'at madaniyat institutini, aktyorlik, rejissyorlik yo'nalishlarini. Shu bitirib kelgan viloyatlarda qancha shu bitirib kelayotgan bolalarning ichida birorta aktyor topolmayman. Rol beray desam yaraydigani yo'q degan gapni aytdi. Shu darajada ahvol yomonmi? Endi masalan, chunki san'at institutiga dars bermayman, lekin Farhod akani tushunaman. Ya'ni ko'pchilik hozir avlod afsus kitob o'qimaydi. Aktyorni aktyor qilib, boshqacha nima beradigan narsa. O'sha Muchi Yevropa kinosi. Men oddiy bir o'sha Muhtasham 100 yil serialini ko'rganimda 100 yildan keyin ko'rsatuv bo'ldi, alohida hujjatli film haqida film ishlangan. Keyin internetdan ham o'zim qiziqib, o'sha Ibrohim Okanyolovich qanaqa bir rolga tayyorlandi, Selim qanaqa tayyorlandi, Bayazid qanaqa tayyorlandi, hammasini tinglab chiqdim. Va hammasi o'sha Usmonlilar tarixini o'qib chiqqan. Va kim o'ynayotgan odami kim? Alohida uchun skripkali chalishni o'rgangan. Hatto Me'mor Sinanning ham ijodlari, arxitekturasi, me'morchilikni o'rgangan. Siz bilan ilmni ustiga qo'yilgan. Selimni, Bayazidni o'ynagan, Mustafoni o'ynaganmi, Ibrohim Podshoning har biri siz bilan xuddi turkiy tarixchisi bilimdonidek suhbat qila oladi har bitta aktyor. Va aktyor. Mana men sizga boya aytdim-ku, ketgan vaqtimga rozi emasman dedim-ku. Men masalan ozgina bo'lsa ham kitob o'qigan odamman va kitob o'qimagan odamga men nima uchun toqat qilishim kerak? Bu maqtanish emas, bu kibr emas. Aktyorlarimiz ko'zi ishlamaydi deganimning sababi uni ko'zida aytadigan gapi ko'zni nima ishlatadi? Ko'zi ishlash uchun ichi to'la ma'no bo'lish kerak, lim-molim ma'noga to'lish kerak. Biz aktyorlarimiz o'sha haqiqatan ham qaynona rolini o'ynayotganda ko'zi yaxshi ishlaydi. Chunki uni vazifasi nimadaligini biladi. Jabrdiyda kelin o'ynayotgan ko'zi o'ynaydi, ishlaydi. Chunki uni vazifasi nimasini biladi. Men sizga ochiqni aytaman, Iqbol opa. Shu bugungi kunlarda yaratilayotgan kinolarning ayrimlarini hisobga olmaganda o'zbek kino rejissyorlari, o'zbek kino aktyorlari millatini aldayaptilar.
Vaqtimizni olyapti ular. Faqat Ular aktyorlarga bizni emas, aktyorlarga emas, Yo'q. faqat hamma ayb aktyor. Bu yerda dramaturgiya bor, bu yerda rejissyor Butun shu bor. tizim, butun shu tizimning ichidan ular chiqib keladi demak, masalan, tizimni Endi- o'sha kino orqali ko'raman. Tizimni Butun ichiga narsa- kirib ko'ra olmayman-ku. Shahnoza uzr aytishganiki, tuyaga nega bo'yning qiyshig'isi qayrim to'g'ri o'zi degan ekanda. Qayrim to'g'ri ekan. Shu ammamni shu pochcham gapni ochib. Mavzuni tugatib qo'ydingiz. Meni savollarim, katta savollarim bor. Global savollar. Siz shunaqa joyga olib borib qo'ydingiz. O savollar hal endi. Mana mana bir masalaga qaytaylik. Jaloliddin Manguberdi seriali haqida suhbatlashdik yuqorida ham. Biz shu kungacha yaratilgan, biz ko'rgan seriallar ichida ko'p jihatdan juda yaxshi ishlangan. Liboslar bo'ladimi, dekoratsiya bo'ladimi, juda ko'p tomondan yaxshi ishlangan va bu biz masalan turk seriallarini, kinolarini ko'rganmiz, hamkorlikda ishlab ko'rmagan edik. Bu real qadam bo'ldi hamkorlikda qilingan ishga. Lekin qanaqa hamkorlik, masalan, boshqa turkiy xalqlar bilan hamkorlikda ishlaganda ham me'yor masalasi qanday hal qilinishi kerak? Hamkorlikning chegaralari qanday bo'ladi? Masalan, Jaloliddin Manguberdi rolini, bosh rolini turk millatiga mansub aktyor o'ynadi. Men masalan o'zbek tomoshabini sifatida ozgina g'ururim og'ridi. Ozgina emas, yaxshigina g'ururim og'ridi. Nega o'zbek aktyori o'ynamadi? Jaloliddin Manguberdi turk emas-ku. To'g'ri, turkiy, lekin turk emas-ku. Balki sizga men juda tor fikrlayotganday tuyulishim mumkin, lekin baribir milliy me'yorlarni belgilashda, hamkorlik chegaralarini belgilashda har tomonlama yelkama-yelka turishimiz kerak emasmi? Butunlay og'ib ketib, butunlay muttalo bo'lib qolish kerak emas-ku, to'g'rimi? Albatta, bu fikringizga 100% qo'shilaman. Hamisha kino bir hamkorlikda ishlayotganda bilasizmi, bitta nozik narsa bor. Qaysi mamlakatda pozitsiya ketib qolsa ko'proq o'sha balans, muvozanat toshni tarozini og'ir tomoni ketib qolsa, bu o'sha davlatning siyosiy iqtidori sanikidan yuqoriroq degan mujdani yetkazadi. Shu masalada ehtiyot bo'lish kerak. Lekin Jaloliddin Manguberdi masalasida kelsak, endi turklar o'zini ajdodiman deb biladi, xorazmliklarni. O'zini ajdodimi, to'g'ridan to'g'ri ular bizning bobolarimiz deydi, ajdodlarimiz deydi. Ota yurt deydi. Ota yurt deydi. Aynan Xorazmga nisbatan-da bu tomoni ham bor. Lekin shunaqa keyingi bu baribir to'g'ri, bu savollarni ko'pchilik aytdi, ko'p masalalar ko'tarildi. Lekin baribir bu birinchi tashlangan qadam bo'ldi. Keyingilariga ehtiyot bo'lish kerak deb o'ylayman. Lekin siz yana bitta narsani aytaman. Masalan, biz maqtanamiz. Mana hindlar bilan ham o'zbeklar hamkorlikda filmlar yaratgan Sovet davrida debdi. Misol uchun Ali Bobo Qaroqchi, Izzat va Sonya, ya'ni muhabbat sinovlarmidi? Izzat va Sonya, Ovchi, lekin qarang, ularda hamma bosh qahramonlar hindlar. Filmning uslubi ham hindcha, qo'shiqlar hindcha. Faqat u yerda hind o'zbek aktyorlari ishtirokidagi hind filmi bo'lgan. Tamom. Boshqa endi buni shuning uchunki Hindiston o'zi mustaqil qudratli davlat bo'lgan vaqtda biz SSR degan davlatning 15 ta respublikasidan bittachasi edik. Mana shu yerda ham biza ko'p nimalar. Endi bundan keyin biz mustaqil davlat biza endi. Bizning da'volarimiz katta. Bundan keyin bunaqangi hamkorliklarga ko'nish kerak emas. Turkiy dunyoga yelka qisib chiqib borish kerak emas. Yo'q, nafaqat Turkiy dunyoga yelka qisib chiqib borish kerak emas. Yo'q, biz ham tengmiz degan narsa bo'lish kerak. Va shu narsa endi eshitishimga qaraganda Farhod va Shirinni Xitoy bilan olishmoqchi ekan. Shunaqa reja bor. Menda faqat Farhod va Shirinni. Faqat qaysi syujet bo'yicha? Men endi bilmadim. Endi qulog'imga chalindi. Farhod va Shirin haqida olinadi. Menda faqat bitta xavotir bor. Farhod Ajdarxonni mahv qiladi. Farhod uchun Ajdarxon ruhiy sinov, do'st. Endi Xitoy bilan olganda qanaqa yondashar ekan shu demak. Xitoyning timsoli bu Ajdarxon demoqchimisiz? Xitoy uchun oliy qudrat, ijobiy ramz. Men xavotirim bu hamkorlikdagi filmda Alisher Navoiyni mahv qilib yuborarmikin bular Xitoyga? Alisher Navoiyni Farhod va Shirinni syujet bo'yicha olinadimi? Ha, shu bo'yicha olinar ekan.
Navoiy maqbul degan millat maqbul degan millat mana mulki maqbul. Xullas, agar shu sinov, shu filmni olish yozilgan bo'lsa, bizning kino rejissyorlarimizni chekiga tushgan bo'lsa, shu savolni o'zi ham xuddi Farhodni oldida turgan ajdarho kabi katta ularga katta sinov. Qani bizni irodamiz dosh bera oladimi yo'qmi? Nima qila olamiz? Agar juda shunaqa mabodo bunaqangi qaltis narsalarga imkon qadar qo'l urmay olmagan ham ma'qul. Bu darajada taslimiyatni, bu darajada mag'lubiyatni, mana mag'lubiyatni bunga olmagan ma'qul. Yana bilmadim. Mabodo balkim olinar, balkim olinmas. Mabodo olinsa Xitoy bilan. Mana shu narsalar juda jiddiy narsa. Bu narsalarga e'tibor qilish kerak. Kino bu siyosat degan. Kino bu siyosat. Siyosat desa ham bo'ladi. Siyosat yo'q, kino bu siyosat emas. Siyosat kinodan juda foydalanadi. Kino, san'at bilasizmi nima? Men uchun san'at toza mana ochilib turgan gul deylik. Guli qudratli qo'l uni kelib shunday uzadi. 2 kundan keyin so'ladimi, 3 kundan keyin so'ladimi farqi yo'q. Bu qudratli qo'l siyosat. Unga kerak hozir. Shu gul kerak unga hozir. Siyosat doim o'sha san'atni shuhratiga, san'atning bahoratiga sherik bo'lishga harakat qilib kelgan va kerakli o'rinlarda foydalangan. Iqbol opa, mana biz yuqorida Jaloliddin Manguberdi serial haqida qayta shu serial haqida gapiryapmiz, chunki Turkiya xalqlarini haqiqatda birgalikda ishlagan oxirgi vaqtdagi eng muvaffaqiyatli seriallardan bittasi deyishimiz mumkin. Hozirgi sharoitda juda ko'p tajribalarga ega bo'ldi. Operatorlar u yerda ishladi. Aktyorlar kelishdi, biz aktyorlarimiz yoqib borishdi. Bunaqa ko'p qismli tarixiy serial olish tajribasi bizda yana ham kengaydi. Ijobiy tomonlari juda ham ko'p, lekin mana biz turkiy dunyoga birlashish va shu orqali katta dunyoga qo'shilib ketish masalasini qo'yayotgan ekanmiz. Bir narsani hisobga olishimiz kerak nazarimda, chunki bizda o'zbekchilik deydi, qonimizda bor deydi, singib ketgan deydi. O'zimiz yemaydigan laziz narsani mehmonga yediradigan bir odatimiz bor. Bu yerda ham xuddi shu narsa nazarimda hamkorlik degan tenglik degan. Albatta tenglik. Iqtisodiy tomondan baquvvat davlat san'at nuqtai nazaridan hamkorlik qilayotganda iqtisodiy jihatdan baquvvatlikni ro'kach qilib oldinga o'tib ketmaslik kerak nazarimda. Ya'ni agar o'zbeklarning hayoti bilan, o'tmishi bilan bog'liq kino olinayotgan ekan, har qanday sharoitda ham, hatto iqtisodiy qaramlik holatida ham biz milliy qiyofamizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Milliy g'ururimizni o'rtaga qo'yib, undan hech qachon voz kechmasligimiz kerak bo'ladi. Biz talashib berishimiz mumkin. Jaloliddin Manguberdi xorazmliklar hozirgi Turkiya hududlariga borib joylashgan, ularga ota yurt bo'ladi deyishimiz mumkin, lekin Xorazm shohlar bevosita O'zbekiston tarixining eng katta qismini tashkil qiladi. To'g'ri boris bizmiz. Ular keyin va bu O'zbekiston muhitida olinyapti bu kino va tomoshabin O'zbekiston xalqi. Shu nuqtai nazardan tomoshabin biz ekanmiz va asosiy o'zbek millatini shonli o'tmishi haqida shunday og'ir vaziyatda ham sha'nini yo'qotmagan bir o'zbek o'g'loni haqida olinayotgan ekan, rolni o'zbek o'ynash kerak edi. Men masalan shu rolga qarab qosh ko'zidan o'zbek izlaganman, turk emas. Biz turkiymiz, lekin baribir boshqa millat. Bu yerda ayirish ma'nosida ketmayapti. Katta maydonga chiqib borayotgan ekanmiz. Hech bir sababsiz, bu yuqorida ham aytdik, hech bir sabab bilan yelka qisish kerak emas. Tenglik bilan milliy qiyofani yo'qotmagan holatda. Mayli bir cho'ntagimiz hali bo'shdir, vaqti kelib to'ladi, lekin baribir milliy qiyofani yo'qotmay chiqib borish kerak. O'zlikni saqlab qolish kerak. Ehtimol mana qirg'izlar bilan, qozoqlar bilan, turkmanlar bilan, tojiklar bilan ham hamkorlikda kino olib ko'rish kerakdir. Chunki ularga bilan iqtisodiy jihatdan ham uyg'un, bir-biriga yaqin holatda, yaqin pozitsiyadamiz. Turkmanlar bilan olishdi, Maxtum Quli degan filmni olishdi. Bu kinoni men ko'rdim, opa. Ko'rdingizmi? Va hech ko'nglim to'lmadi. Yo men yomonman, hamma kinolarga shunday yomon ko'z bilan qarayman, yoki u kinolar uncha yaxshi emas. Hech ko'nglim to'lmadi shu kinodan. Maxtum Quli Firog'iy haqida kino olishdi, mana Navoiy va Jomiy haqida kino olamiz deb qayta maslahatlar qilinyapti. Bu yerda ham qo'rqamanki, yana shu Navoiyni ulug' dahosi Jomiyning soyasida qolib ketmasa, bir o'zbek sifatida ichimdan shu narsa o'tadi.
har ikki buyuk dahoni buyukligicha ko'rsatish kerakda. Bugungi siyosiy oldi berdilarda sendan men ustunman va shuning uchun kino ham shuni aks ettirish kerak degan masala nuqtai nazaridan qaramaslik kerak. Nazarimda endi turkiylar bir-biriga ochilish kerak va bir-biriga bepisand nazar bilan qarashni to'xtatish kerak. Chunki kino sifatida biz o'sishimiz kerak ekan, qo'lni bir-biriga teng qo'yish berish kerak. Xuddi siz bilan menga o'xshab mana shunaqa doira stolni atrofida teng o'tirish kerak bo'ladi. San'at bizni birlashtirish kerak bo'ladi. To'g'ri, san'at bu moliyaviy tomonlari bor, uni qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi, keyin uni pullash kerak bo'ladi. Ichki bozor bor, tashqi bozor bor. Baribir san'at nuqtai nazaridan birlashar ekanmiz, katta maydonga chiqib borar ekanmiz, o'zbek bo'lib chiqib boradi. O'zbek turk bo'lib yo qirg'iz yo qozoq bo'lib chiqib bormaydi. Har bir millat o'zi bo'lib chiqib boradi. Shu ma'noda yana qanaqadir biz faqat turkiy dunyoga birlashish masalasini qo'yyapmiz-ku. Shu katta qo'llarga qo'l beradigan o'zimizda ham bir kuch bo'lish kerak ekanda. Albatta, bu endi gaplariz hammasiga qo'shilaman va hammasi to'ppa-to'g'ri, lekin tarixiy omillar, sabablar, bu narsalar baribir ko'z yuma olmaymiz. Baribir biz misol uchun O'zbekistonni o'zbek kinosi deylik, 30 yillik tarixgadir, egadir. Sovet o'zbek kinosi bor. Endi sof mustaqil davlat kinosi 30 yillik tarixga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu davr ichida qanaqa turg'unliklar bo'ldi kinoda, qanaqa jarayonlar, evrilishlar, tushish, ko'tarilishlar, yana bizda muntazam 30 yillik davr ichida yana xuddi shu davrga xos senzura, davlat taqiqlari bor edi. Shu taqiqlar ichidan chiqib kelib bir ilmoq o'zini yo'lini izlayapti. Endi turk kinosining tarixini olsangiz, juda katta tarixga ega. Mana bugungi dunyodagi siyosiy o'yinlarni ko'ryapsiz. Xohlaysizmi, yo'qmi? Har bir o'sha qudratliroq, sal iqtisodi bundayroq davlatlar ichida siyosiy liderlikka iddao kechadi. Hozir tan olaylik bitta narsani, Turkiya o'sha kinosi, san'at vositasida yumshoq kuch vositasi bilan harakat qilyapti shu narsaga. Nafaqat Markaziy Osiyoga, turkiy dunyoda o'zini so'zini aytishga, u harakat qilyaptiki, o'sha g'arbga yarasha o'sha turkiy dunyoning narrativini yaratishga harakat qilib yotibdi. G'arbga bilan parallel. Mana oddiy misol, G'arb 2007-yilda Britaniya, Amerika va yana 4-5 ta davlatlar hamkorligida Tudorlar seriali ishlandi. Turkiya shunday ilg'atda turkiy dunyoni ham, bizni ham o'zimizni tariximiz, aytar so'zimizni bo'lish kerak deb 3-4 yildan keyin muhtasham 100 yilni ishladi. Xullas, hozir birinchi o'rindachi nazarimda mana bu dunyodagi siyosiy jarayonlarni kuzatib turib, his qilib turib, hozir san ustunmi, man ustunmidan ko'ra ko'proq birlashishda mana bu slavyon parcha o'zi ichidan yemirilib ketayotgan slavyon dunyosiga va mana bu g'arb dunyosiga turib bera oladigan va slavyon dunyosiga turib bera oladigan, boringki bu yerda Hindiston bor, boringki bu yerda Eron bir katta kuch. Shularga turib bera, Xitoy turibdi. Shularga turib bera oladigan, hozir birinchi o'ylaydigan narsamiz turkiy dunyo o'zining narrativini yaratish kerak madaniyat borasida. Shu joyni bo'shliq qoldirmaslik kerak. Birinchi o'ylaydigan shu. Ikkinchi o'ylaydigan narsamiz siz aytayotgan masalalar. Agar katta kuchlarga turib berish haqida ko'proq o'ylashimiz kerak. Mana o'sha Turkiya shuning uchun biz misol uchun deylik 2007-2010 tasavvur qiling, bu Turkiya o'sha dunyoga o'z narrativini yaratayotgan vaqtda Turkiya dunyoning nomidan biz vaqt haddan tashqari senzurani ichida edik. Filmlarimizga o'sha davr 2010-11 yil filmlarini qarasangiz, o'zbek kinosida publitsistik til, gazeta tili kirib kelyapti. Chuchmaldan chuchmal kinolar ishlay boshlangandi. Bu tomonni ham hisobga olish kerak. Hozir istaymizmi, yo'qmi? Ma'naviy qudrat, mahorat, tajriba u tomonda. Biz u tomon bilan kelishish kerak. Hisoblashmas, kelishish kerak. Kelishish degani o'zingni pastga olish emas. Albatta, bu o'zingni pastga olish emas. Bu o'zingni pastga olish degani emas. Milliy kamsitish emas. Milliy kamsitish emas, albatta. Lekin
turklardan ham tashqari bizni milliy jihatdan turklar uncha sal baribir birodarimiz, og'amiz, ota yurtimiz deb yaxshi mana diplomatiyalar qilyapti, hurmatimizni joyiga qo'yapti. Lekin boshqa tomondan bizni milliy kamsitiladigan tomonlarimizga o'shalarga turib berishimiz kerak. O'shalarga turib berish haqida ko'proq o'ylashimiz. Ya'ni Rossiya, Xitoy, Eron kinosi qanchalik hurmat qilmay, qanchalik buyuk san'at bo'lsa, buyuk san'at, lekin tarixga qaraylik. Ular bizni ochiq oydin kamsitmas, nima qilmas, lekin baribir kinosi oldida yelkamiz qisiq-ku. Baribir. yana shu masalaga aylanib bu yerda g'arbni o'zi katta kuch turibdi. Anglosaksonlarning o'zi katta kuch turibdi. Anglosaksonlar bu bosqichlardan o'tdi. Bilmadim, aynan shunaqa to'qnashuvlarga ular ham duch kelgandir balki. Hozir bilasizmi, Britaniya va Amerika aktyorlarini hatto ajratib olmaysan. Bir bo'lib ketgan. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa biz ham shu bosqichga ko'tarilishik. Qaysi Britaniya aktyori, qaysi Amerika aktyori bilmaysiz. O'zbek kinosini ko'tarish uchun faqat turkiy dunyo emas, balki butun dunyo kino aktyorlarini O'zbekistonga chaqirish, ularning tajribasini o'zlashtirish amaliyotini ishlab chiqish. Bu taklif ham yaxshi. Misol uchun, qanaydi O'zbekistonda xalqaro kino akademiya ochilib, o'sha xalqaro kino akademiyada Polshadan kino mutaxassislar, Polshaning juda katta kino maktabi bor. Polshadan chaqirish kerak. Mayli Rossiyadan ham chaqirish kerak. Turkiyadan chaqirsa, Britaniyadan chaqirsa, Amerika, Yaponiya kinosi, Janubiy Koreya kinosi, Hindiston bor. Chaqirib, o'sha nimani shunaqa tajribalar qilib o'sha akademiyada o'rnatish kerak deb o'ylayman. Bilasizmi, o'sha Vigikda biz uchun bir vaqtlar Sovet davrida haqiqatan ham Vigik juda katta, haqiqatan ham haqiqiy kino maktab bo'lgan. O'sha yerda Shukshinlar chiqqan, Tarkovskiylar chiqqan, bu hech ham nima qilib bir vaqt. Lekin o'shanda ham Naum Klemen aytayaptiki, Vigikda ham erkin havoni, erkin nafasni polyaklar olib keldi deydi. Zanussilar, Vaydel shular dars bergan ekan. O'sha biz endi polyaklar Polsha endi Yevropaning markazi. Baribir hamma istaysizmi yo'qmi, garchi iqtisodiy jihatdan, armiya jihatdan qudrat rivojlanib ketgan bo'lmasa-da, markaz hamma yo'llar Rimga olib boradi deganda, hamma fikrlar, yangi tuyg'u, oqilon buyoqdan Fransiya yo'q, xullas Polsha olib kirgan deyapti-da. Vigikda shu yangicha havo, yangicha nafasni deyapti. O'shanda ehtimol dramaturgiya bilan bog'liq masalalar, ssenaristlar bilan bog'liq masalalar, rejissura bilan bog'liq masalalar. Hammasini ilmni ustiga qo'yish kerak bo'ladi. Ilmni ustiga biz dunyoga chiqmoqchimizmi? Dunyoda o'zimizning so'zimizni aytmoqchimizmi? O'sha kinoga juda katta e'tibor qaratish kerak. Va lekin hammasi xoh ingliz kelib dars bersa, xoh rus, xoh Eron kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi poydevorda o'zlik turish kerak. Tajribani olish kerak. O'zbekligicha qolish kerak. Fikr, tafakkurda kosmopolit bo'lish kerak. Fikrda kosmopolit bo'lish kerak. Lekin ichki donishmandlik bari sharqda boshqacha. Umurtqa bari sharq. Shu narsani olish kerak deb o'ylayman. Mana nima turklarning muvaffaqiyati siri ham shunaqa. Aktyorlik ijrosida ham uzr endi nega ayollarimiz turk aktyorlarini ko'rsa tom ketib qolish sabablari sharq ehtirosi bilan g'arbning shakl formasi shunday tushgan ijrosida, aktyorlik san'ati ijrosida. Yevropacha ifoda yuzini va sharq ehtirosi juda ham yo'g'on bo'lgan. Iqbol opa, siz hozir juda muhabbat bilan, balki to'g'ri siz mendan ko'ra ko'proq kuzatasiz, mutaxassis, lekin men turk kinolarini ko'rib ham bilmadim, ular men uchun bir o'rta daraja deb qarayman. Ceylanning filmlarini ko'rganmisiz? Yo'q. Nurbek Ceylan. Shularni ko'ring. Kan mukofotini olgan. Siz shu Ceylan filmlarini ko'ring. Mana filmlar o'rtada seriallar, o'rtada, lekin baribir tarixiy seriallar qarang, aktyorlik ijrolarini qarang. Shunchaki
ko'z gapiradi, nigoh deysiz. Muhabbat emas, mana Bizda- o'sha Sulaymonni bilasiz-ku, ichida nima kechayotgan aktyor chiqarib bera oladi. O'zbekiston telekanallarida turklarning qanaqa kino seriallari qo'yilyapti? Biz shuni yeyapmiz, bizga berilayotgan narsani yeyapmiz. Bu endi men endi bu seriallarni ko'rmayman. Men shaxsiy rivojlanishimni o'stiraverishim mumkin, lekin misol xalqni uchun, o'stirish masalasi, milliylikni o'stirish masalasi qo'yilgan bo'lsa, yaxshi umumiy aktyorlar dasturxonga bor. nima qo'yilgan bo'lsa, xalq shuni yeyapti, tomoshabin shuni siz yeyapti. o'sha Adnan Mendersga bag'ishlangan serialni ko'ring. Yoki Jelani filmlarini ko'ring. Men uni turklarga fanat emasman, lekin ko'rganlarimni aytyapman. Va umuman o'sha hozir sun'iy intellektga savol bering, erkin o'shalar ham sharhlab beradi. Palon aktyorni ijro uslubi u bu deb. Ben aytaman sizga, men o'zimning shaxsiy rivojlanishim haqida so'rayotganim yo'q. Masalan, o'zim shaxsiy rivojlanishim uchun sizdan maslahat olishim mumkin, qaysi kinolarni ko'ray deb yo shu soha bo'yicha ishlab yurganlardan so'rashim mumkin, lekin mana tomoshabinni ham saviya didini o'stirish, bor didni ham o'ldirib qo'ymaslik masalasini ko'rishimiz kerak. Bilasizmi? Biz Turkiyadan O'zbekiston kanallariga bor saviyani ham o'ldiradigan kinolarni eksport qilib qo'yyapmiz. Bitta narsada, lekin yana bitta narsa hozir O'zbekiston televideniyasiga reyting degan narsa kirib kelgan. Reytingni boshqa tomondan ham ko'tarish mumkin-ku. Yo'q, endi reyting deb aynan shu aytadi. Ular reyting deganda faqat maishiy mavzularni tushunishayapti. Bilasizmi? Endi har bitta turk serialini falon pulga sotib olamiz deydi. Shuncha pulga sotib olgandan keyin uni ichida reklamani zo'r pullash kerak. Reklamani zo'r aylantirish uchun zo'r olomon ko'rish kerak. Yotib olib. Olomon uchun ishlayapmiz. Hozir uzr demak reyting televideniyalari, demak reyting degani olomonni ushlab turish degani, shundaymi? Yoki olomonlashtirish degani. Uni desam bo'ladi, buni. Xolos O'zbekiston televideniyasi bugungi kunda asosan reyting haqida o'ylayapti. Va umuman tomoshabin nimani ko'p ko'radi, nimani ko'rsa ko'rsin, shu reyting bo'lsa bo'ldi. Reytingni ko'tarish haqida o'ylaydi, tamom. Hozir shunga o'tyapti. Va reytingni ko'proq misol uchun Adnan Mendersga siz aytayotgan ma'noli, donishmand ko'zlar emas, bitta olifta, glamur yigitchani ko'proq ko'radi olomoningiz. Mening olomonim. To'g'ri, men ham ularning bittasiman. Ular ko'p ko'radi, o'zimiz ham shu. Xalq shuni ko'radi. Biz iste'molchiga xizmat qilyapmiz ko'proq. Bitta narsa Iqbol opa, to'g'ri, kinochilar ham, rejissyorlar ham aytadi. Bizni uzoq qishloqlardagilar ham ko'rsin, tushunsin deydi, lekin bizni saviyamiz u yerda qo'yilayotgan kino darajasida past emas. Albatta. Qachon yetib boradi kinochilarga shu narsa? Yo'q, albatta unaqa emas. Endi uni ham inkor qila olmaysiz. Qanaydir davlat, masalan, mana madaniyat va ma'rifat telekanallari bor, 2-3 kanallarni salgina reyting demasdan. Endi madaniyat ma'rifat kanali ham shu pensioner kanallar safiga qo'shildi. Men juda yaxshi ko'rib tomosha qilardim. Mana hozir faqat ilmiy tadqiqotlarga asoslangan kechasi 11 dan keyin qo'yiladigan ko'rsatuvlarni ko'raman, undan boshqa ko'rsatuvlarni ko'rmayman. O'zining qiyofasini bu kanal masalan sekin-sekin yo'qotyapti. Chunki reyting deyapti. Reyting deganingiz bilan opa, men yana aytyapman. Ommaning, mayli omma ham deylik, xo'p, ziyoli demaylik, omma deylik. O'sha ommani ham saviyasi, ana ekranda qo'yilayotgan serial darajasida emas-ku. O'zini darajasidan past narsani iste'mol qilishga majbur qilinyapti. Bilmadim endi, juda lekin bor ekan-da, o'shanaqa tomoshalarni ko'radigan odamlar bor ekan. Shahnozaxon. Albatta 3 kun ko'rsa 4-chi kun ko'rgisi keladi. Bor. Chunki shunga oddiy YouTube'da ham, oddiy YouTube'da ham uyatsizroq narsani, bundayroq, pachoqroq, sayoz narsani ko'proq ko'rishadi. YouTube, oddiy YouTube'da ham odamlar xuddi teleekranni qarshisida jonli odamlar turadi. Shu jonli odamlar. Endi men bu narsani oqlamayapman, lekin bizni televideniya shunga ergashib ketish kerak bo'lyapti. Nima bo'lsa bo'lsin, tomoshabinni ko'paytir, tomoshabin, lekin bu yerda aksiyon internet turgan joyda tomoshabin uni ko'rmaydi-ku. Internet bor, tomoshabin ko'proq diqqatini chalg'itayotgan narsalar ko'p. Kim kimni urdi, kim kimni burnini qonatdi, qaysi san'atkor nima deb haqorat qildi bir-birini. Buni ko'radi odamlar. Hozir miya shu bilan to'ldi. Bilmayman endi. Bu endi bilmadim endi nima bo'ladi bu. Tozalash kerak bo'ladi. Qachondir endi bu
Bu odamlar o'zi balkim joniga tegib nima qilar. Men masalan 10 yil oldingi saviyadan ko'ra hozirgi odamlar saviyasi ancha ko'tarilgan deb o'ylayman. Lekin u saviyaga munosib ko'rsatuvlar ham berilayotgani yo'q. Kino, teatrlar ham sahna Saviya-ku, yo saviya borlik chalg'ituvchi narsalar ko'p odamlarni. Chalg'itadigan narsalar. Reklamada bemalol chalg'itaversin, lekin hech bo'lmasa shu bor saviyani ham tushirmasdan ko'tarish masalasi-ku, mayli kun tartibga qo'yilmabdi, hech bo'lmasa bor narsani ham ushlab turish kerak-ku. Ertaga biz turkiy dunyoga birlashamiz deyapmiz. 10 ta 15 ta ziyoli borib birlashmaydi. Butun bir baribir o'sha shuning uchun televideniya, kechirasiz. O'sha ko'p ham reyting televideniya deylik, ko'p ham reyting demasdan, mayli bir ikkita kanallarga talab qilib ba'zi narsalarga o'sha ma'naviy narsalarni qo'yaverish kerak. 10 ta bo'ladi, 20 ta, 30 ta odamlar sekin ko'nikadi. Mana bu yerda yaxshi narsa beryapti deb ko'nikadi. Unga qarab o'tirmasdan, iste'molchi, savdogar holiga tushib qolmasdan, odamlar o'zini sal hurmat qila boshlab, sekin nima qiladi baribir. Suhbatimiz yakunlanib qoldi. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim. Turkiy dunyoga chiqib borayotgan, kino san'ati bilan chiqib borayotgan o'zbek millatining egnida qanaqa liboslar bo'lishi kerak? Ramziy ma'noda so'rayapman. Turkiy dunyo orqali dunyoga chiqib borayotgan, katta dunyoga chiqib borayotgan, kino san'ati orqali chiqib borayotgan o'zbek kinosining qiyofasi qanaqa bo'lishi kerak? Hujayralarda nima o'qish kerak? Nimalar kerak bizga? Nimalar bilan ma'naviy qanday jihozlar bilan qurollanishimiz kerak? O'zimizni o'sha birinchi asrlarda o'zimiz qadriyatlarimiz bor. Bu mumkin emas degan qadriyatlarimiz bor. Lekin u qadriyatlar inson erkinlik, insonga qarshi ishlaydigan bo'lish kerak emas. Baribir demak, bu qadriyat emas ekanda. Yo'q, qaysi ma'noda shunday bo'lish kerakki, to'g'ri e'tiqodi aniq, libosi nimasi aniq, tutumlari aniq, lekin tafakkurda hur. O'sha boya aytganimday, dunyoga faqat nima bilan borsang, bu menman deb haddan tashqari milliy g'urur, milliy g'oya, men o'zbekman, mendan ham bugungi dunyo bu narsani ham yemaydi. Kosmopolit yaxshi narsa yomon narsaga aylanib ketmasligi kerak. Aylanib ketishi mumkin. Kosmopolit tafakkuri bilan kirib borish kerak. Fikrda ochiq bo'lish kerak. Fikrda ochiq bo'lish kerak. Umuminsoniy g'oyalar bilan kirib boriladi. Xoh egningda atlas bo'lsin, xoh do'ppi bo'lsin, boshqa avvalambor do'ppi, atlas bular ham shunchaki bir atribut darajasida tushib qolmasligi kerak. Do'ppimi, ha, demak bu o'zbek, atlasmi bu o'zbek. Bu hech narsani uzr bildirmaydi. Boshqa bir narsalarda umuman milliy o'zlik, g'oyalar, e'tiqod, iymon masalasi o'zini aslida asl iymon, asl o'zlik, g'urur o'zini hamisha tik ko'rsatavermaydi. Vaziyatlarda ko'rinadi u. Vaziyatlarda ko'rsatadi o'zini. Va yana propaganda masalasida boya gapirdim. Biz ibrat olishimiz kerak bo'lmagan 2-3 davlatlar bor. Ular nomini aytmayman. O'zimman nazarimda o'ylayman, bizda ko'rayotgan odamlar, fikri ochiq odamlar ko'radi, siyosiy tafakkur, ancha siyosiy ongir rivojlangan odamlar ko'radi, gapim tushunadi. Qaysi davlatlar haqida gap. O'sha men nazarda tutgan 2 katta davlat bor. Shu 2 davlatdan o'rnak olish kerak emas propaganda masalasida. Qolgan masalalarda ko'rib, o'rganib, o'sha dunyodagi eng yaxshi muvaffaqiyatli chiqqan filmlar, o'sha propaganda filmlarini sirini, nimasi bilan bular yutdi, qanaqa qilib kirib bordi, shularni o'rganish kerak tajriba tariqasida. Va kerak bo'lsa darslarga o'tirish kerak. Yana meni taklifim siyosiy fan sifatida kino va propaganda mavzusi o'tilishi kerak va basmachilar haqidagi filmlarimiz boshqa bir ko'z bilan o'rganib chiqish kerak. Bu yomon deb tortmaga tiqib tashlamasdan, buni o'sha jamiyatshunoslarimiz, mana ijtimoiy institutlar va adabiyotshunoslar hattoki shu mavzuda
tadqiqotlar, ilmiy ishlar qilish kerak. Bosmachilarga qo'rboshlar deb qarayapmiz, milliy qahramon sifatida qarayapmiz. Haqiqatda shunday bo'lgan chunki. Shu bir o'rganib chiqish kerak va umuman bu bosmachilar mavzusi nimaga aynan kerak bo'ldi o'sha tuzumga, o'sha davrga. Bu narsa haqida propaganda mavzusida ilmiy ishlar qilinishi kerak deb o'ylayman. Rahmat Iqbol opa. Bu nima uchun kerak? Uzr, qaytib o'sha xatolar qilmaslik va qanaqa qilib bunaqa filmlar olmaslik, ya'ni san'at, kino deylik, bugungi o'tkinchi muvaqqat siyosati kayfiyatini deb ertangi sharafini boy berib qo'ymasligi kerak. Shu ma'noda o'rganish kerak va yana qanaqa qilib yaxshi ma'noda oq propagandani ham aytdim. Qanday qilib o'sha natijalarga erishish mumkin? Shuni ham o'rganish kerak. Rahmat Iqbol opa, nazarimda juda yaxshi suhbat bo'ldi. Siz bilan bahsli o'rinlarimiz ham bo'ldi. Va har gal suhbatdoshlar bilan suhbatlashish jarayonida oxirida shunaqa xulosaga kelyapmanki, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar negizida ilm turishi kerak ekan. Kinoni biz san'at deymiz, lekin u boshdan oxir ilm. Qanaqa adabiyotlar bilan o'qitilishi, tajribalarning qanaqa o'zlashtirilishi, qanaqa fanlar qo'yilishi, ssenariy qanaqa yozilishi, tanlovlar qanaqa tashkil qilinishi, hammasini asosida kino degan juda katta bir ilm turar ekan. Qachonki biz chinakam mutaxassislarning ilmidan foydalanib, qiyoslaridan, xulosalaridan foydalanib, hozirgi o'zbek kinosini shu ilmni ustiga qo'ya olsak, mutlaqo to'g'ri yo'lga tushib olishimiz mumkin bo'lar ekan va biz suhbatni avvalida aytgan fan bo'lsin, ta'lim bo'lsin, san'at bo'lsin, turkiy dunyoga boshqa turkiy xalqlar qatori teng darajada kirib borish uchun avvalo o'zimizning ilmiy salohiyatimizni, san'at jihatimizni ko'tarib olishimiz kerak ekan. O'shandagina bu haqiqat ular biz bilan tengma-teng hisoblashadi. O'ziga teng to'rib, o'shandagina teng ko'rib biz bilan gaplashadi. Bizga uka sifatida emas, bir qardosh sifatida, bir birodar sifatida bizga munosabatda bo'ladi. Bu haqiqat. Shuning uchun ham ular bilan teng yelkada turish uchun avvalo o'zimizni ko'tarib olishimiz kerak. Qo'shilib ketamiz deb milliy qiyofamiz, milliy g'ururimizni chetga surib qo'ymaslik kerak. Demak, avvalo ochiq fikr bizni oldinga boshlab boradi, ilm oldinga boshlab boradi va bizni umurtqamiz bo'lgan, bizni necha ming yillardan beri tutib turgan o'zbek degan bir shan bizni oldinga boshlab boradi. Mana shu yo'lda men baribir o'zbek kinosining yuksalishiga umid qilaman. Albatta. O'zini ilmi bilan, o'zini ta'siri bilan maftun etib qo'yadigan, ziyolilar ham ko'rib huzurlanadigan kinolar ishlanishiga ishonaman. Bugungi suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiraman. Hurmatli kuzatuvchilar, agar bu mavzuda siz o'zingizning fikrlaringiz bo'lsa, bemalol bizga yozib qoldiring. Keyingi suhbatlarda bu masalalarga yana bir bor to'xtalamiz.